Assalomu alaykum obunachilar. Bugun sizlar bilan Sirojiddin Uzbi Gamer kanali bo'ladi. Sizlar bu kanalda Fishchi Robloxdagi bu juda zo'r o'yinda bo'lasizlar. Bu o'yinda salgina men kuchayib olganman. Sizlar ham kuchayib olishingiz ham mumkin. Mana zo'r qalmoqlar ham olib, zo'r baliqlar ham tutsangiz bo'ladi. Mana ko'rsataman. Mana megalodon, katta baliq, mana shunday katta kiloli baliqlarni sotib qalmoqdan olsangiz ham bo'ladi. Mana men hozir sal kuchayganman. Sizlar ham ko'proq o'ynab kuchayib olishingiz ham mumkin. Men sizlarga birinchi chiqqaningizda mana shunday bot qalmoqda bo'lasizlar. 10 kilo ko'taradigan qalmoqda. Mening qalmoqlarim 8 kilo ham ko'tarishi ham mumkin. Chunki men ko'proq kuchayib olganman, lekin hali men bir hafta o'ynadim. Lekin bu o'yin juda ham ko'p cho'ziladi. Bu juda ham zo'r o'yinda. Robloxdagi mana levellar ham bo'ladi. Max level hozirgi yangilanishda 1000-chi level bo'ladi va mana baliq tutasizlar va kelib turib sotasizlar. Mana shunday qilasizlar-da. Mana shuni bosasizlar, sotasizlar. Hozir sizlarga baliq tutishni o'rgataman. Mana qalmoqni olasizlar. Sizlar birinchi kelganda shunday qalmoqni olasizlar, lekin keyin pul topib, baliq tutib, baliqni sotib, qalmoqlar ham olsangiz bo'ladi. Qalmoq tutish uchun mana shunday qilib sheylarni bosamiz va ilishadi. Qancha zo'rroq baliq bo'lsa, minus shuncha foiz qiyinchiligini aytadi. Shunga qarab qalmoqlar olaverasiz. Mana masalan, mana bu qalmoq $900 ekan. Mana men bu qalmoqni avval olganman. Mana 100 kilo ko'taradi. Mana hozir ko'rsataman. Mana bu tutadigan mana birinchida turgan lure speed, ya'ni baliqni tutish uchun omad va bu sizning omadingiz kontrol. Siz baliqni tutib bilishingiz uchun sizga yordam beradigan narsa va 10% release. Mana ko'tarish max kilosi 100 kilo. Keyin zo'rlashib borib, zo'r kilolar ko'taradi. Mana ini ko'taradi 200 ming kilo, 50 ming kilo. Shunday qalmoqlarni olsangiz ham bo'ladi. Bunda hali juda ham zo'r baliqlar bor. Zo'r joylarga borsa bo'ladi. Mana shunday qilib kemalar ham olsa bo'ladi. Hali sizlar ham mendan zo'r ham bo'lib ketishlaringiz mumkin. Omad tilayman. O'rganib meni akkauntimni eslaringizdan chiqarmasligingiz uchun qo'ng'iroqcha tugmasini bosib qo'yinglar va obuna ham bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Va mana shunday ham joylar ham bor. Mana shuning ichiga kirib suv osti shaharlar ham bo'ladi bunda. Mana juda ham zo'r grafikasi, zo'r o'yin. Roblox Play Marketda bu bor o'yin. Va mening do'stim ham YouTube'ga chiqadi. Uzbi Shohjahon Gamer deb yozsangizlar chiqadi. U ham fish o'ynaydi. Uni ham qo'llab olsangizlar juda ham zo'r bo'lardi. Bilmasdan olyapman. Buni hali juda ham zo'r joylari bor. Megalodon, kit, shunday katta baliqlar bor, zo'r qalmoqlar bor. Buni hali bir hafta o'ynaganimga hali juda ham kuchaymaganman. Biz mana zo'rlardan bittasi. Mana sizlarga hozir buni tushuntirib beraman. 86-level mana qalmoq zo'r. Shunday qilib sizlar ham kuchayib olsangizlar ham bo'ladi.
Bunda sizlar kirganingizda kemalarni sotib olib asta-sekin levellaringizni ko'tarib olsangiz ham bo'ladi. Sizlarga hozir pulni ko'proq to'plash uchun zo'r sekretni joyini ko'rsataman hozir. Mana bu yerda ko'rsatib qo'yadi joylarning ismini. Mana Trimble Island, Merger, Swiss, Forsaken Shores, Grand Rift ve mening sekretni joyim. U yerda zo'r baliqlar yeyishadi. Omading kelsa, sizlar ham kuchayib asta-sekinlik bilan zo'r bo'lishingiz ham mumkin. Bunda Roblox bo'ladi. Robloxda sizlar Robloxga zo'r kemalar, zo'r qalmoqlar ham olsangiz ham bo'ladi. Uni pulga olsa bo'ladi. Mana shunday qilib baliq tutamiz. Videolarni chiqish uchun obuna va like tugmasini bosib qo'yinglar.